alaykum. Mana opam 7 yil 8 yildan beri yotadi. Ko'mir olish, o'tin olishga nolojdan sovuqda ko'rpachaning ichida o'ranib yotadi. Xasta xolamiz uyda isitish tizimi yaxshi bo'lmaganidan ko'rpalarga o'ranib, shunday bir holatda yotibdilar. O'zim qiynalyapman. Qarashda ishladim. Mana shu O'zbekiston musulmon xalqidan, shaxsiy insonlardan yordam berishingizni so'rayman. Dori darmonlarga olishgan vaqti kelsa non pulni ham topolmay qiynalyapman. Ummatni onalari mana shundoq muhtojlikdan ko'z yosh to'ksa, birodarlar, ishoning oxiratda siz bunga javob. Mana shu shaxsiy insonlarga, musulmon xalqiga O'zbekistonim yordam bersin deb sizlardan ko'mak so'rayapman. Bu insonga o'xshagan juda ham ko'p insonlar bor, muhtojlikdan qiynalib bizlarga murojaat qilgan. Alloh hammamizni ihsonga qodir bandalaridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.